Charchamasizlarmi? Ekran zapisi boshladik. Avtokadni ochamiz. Men mini Geo mana hammasi o'rnatilgan, lekin Geo Division bisan muddat qildim ekran zapis qilish uchun. Men Total Commander ishlayman ko'pincha, lekin Total Commanderda ko'pchilik yozuvlarga yaxshi ko'rinmadi deganiga mo'y papka orqali mana uстановка oldik programmasida mana tak Geo Division'ni ko'rsataman. Geo Division mana o'sha o'ng tarafni bosib izolate file deganni bosamiz. yoki ichiga kirasizlarda, ichiga kirgan vaqtda ekran bu tarafga ketdi. Ichiga kirgan vaqtda mana ikkinchisi bor. Shuni bosasizlar. Xuddi shu narsa chiqadi. Bir xil narsa, shuni OK qilib qo'yasizlar, bo'ldi. Ochildi mana. Mana papkasi. Biz AutoCADdan chiqib ketamiz. Chaqatadi. Mana ochib oldik. Kiramiz, install, 2 marta bosamiz. Uстановка готов. Bo'ldi, o'rnatildi. Chiqamiz. Keyin bor, o'shani kopirib qolamiz. Kopirovat. Bo'ldi, kopirib qo'yganimizda mo'y kompyuterga o'tamiz, SDisk o'tamiz. SDisk, mo'y kompyuter, SDisk. Avto programmaga Avtosk 24 hozirdan mana support bor, o'shanga support kiramizda va start qilamiz. Start. Mana keyin tushdi, start bo'ldi, tushdi. X qilib chiqib ketamiz fayldan. AutoCADga kiramiz. Bunaqa bo'ldi. Biz ochamiz AutoCADni. Управление turibdi. Загрузить bor, mana shakli qarasak bo'ldi. Inglizcha bo'lsa, endi shunga qaraysizlar. Tak, endi bu yerda support keyin turibdi mana. Qanaqa bo'ladi endi bu? Chiqamiz. Bu kompyuter kiramiz, SDisk kiramiz. Programma bor, programma kiramiz. Avtodisk. Mana litsenziya tugagan. Litsenzioniy emas, AutoCAD'im shunga. Tak, 24 ga tashladik. Support, qani support? Sizlarga keldik. Supportga kiramiz. Va keyin bu turibdi, mana ko'ringlar. Keyin bosdik, загрузить bosamiz. Bosibmiz, bu zakrit. Geo Division mana o'rnatildi. Shunda mana bu tushamiz. Mana fayl mana usanak bo'lgan-ku. Unda bosinglar, 2 marta bosinglar, bu anaqaga ishlab ketdi cho'ta. Oldin usanak bo'linganiga mana. Unda ovolasizlarda buni kopirib qo'yasizlar. Nimani bosgan vaqtda chiqadi. Kod so'raydi. O'sha kodni start qilasizlar, o'rnataverasizlar. Bo'ldi. Udat qilsam ham shu narsa chiqdi deng. Bor. Qanaqa qilsa ekan uni. Ishlaganini qarang. Ishlamagan paytda mana shu ko'rsatib. O'sha xullas shu. Hatto kod berilgan. Boya kodimizdan tepaga qolib ketdi. O'shani boya o'rnatilgandan keyin загрузить bo'lgandan keyin mana shunday kopirib qo'yasizlarda o'sha любой mana shu Geo Division kirgan vaqtda mana shu bossanglar ishlamaydi, nima so'z chiqadi. O'sha so'zda o'sha kod so'raydi, kod degan joyga o'sha start qilasizlar, запустить qo'yasizlar, bo'ldi. Ishlaydi. Charchamanglar, sog' bo'lasizlar.